Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda 22-may kunidan 29-may kunigacha bo'lgan ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Faqat 24, 25 va 27 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 22-25 mayda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-25 mayda 13-18 daraja, 26-29 mayda 15-20 daraja, kunduzi 22 mayda 27-32 daraja, 23-24 mayda 25-30 daraja, 25-29 mayda 32-37 daraja issiqgacha ko'tariladi. Buxoro viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 22-24 mayda ayrim joylarda kuchayishi mumkin. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 25 va 28 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 22-25 mayda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliqdan 13-18 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Kunduzi 22 mayda 27-32 daraja, 23 mayda 23-28 daraja, 24-29 mayda 32-37 daraja issiqgacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22-24 va 28 mayda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 23-24 mayda ayrim joylarda kuchayishi mumkin. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 25-27 va 29 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 22-24 mayda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-24 mayda 22-27 daraja, 25-29 mayda asta-sekinlik bilan 30-35 daraja issiqgacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22-24 mayda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 23 mayda ayrim joylarda kuchayishi mumkin. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 25-29 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 23 mayda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-25 mayda 15-20 daraja, 26-29 mayda 17-22 daraja, kunduzi 22 mayda 30-35 daraja, 23 mayda 26-31 daraja, 24-29 mayda 33-38 daraja issiqgacha ko'tariladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22-24 va 28 mayda vaqti bilan yomg'ir yog'adi.
22 va 24 mayda ayrim joylarda kuchayishi mumkin. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 25, 27 va 29 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 23, 24 mayda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22, 24 va 28, 29 mayda 15-20 daraja, 25, 27 mayda 13-18 daraja, kunduzi 22 mayda 25-30 daraja, 23, 24 mayda 23-28 daraja, 25, 29 mayda asta-sekinlik bilan 30-35 daraja issiqgacha ko'tariladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 22, 24 mayda ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22, 25 mayda 13-18 daraja, 26, 29 mayda asta-sekinlik bilan 22-27 daraja iliqgacha ko'tariladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.